Bir marta farma qilib to'xtatib qo'yilsa nima bo'ladi? Ko'pchilik o'ylaydi, farma qildim, farmada zo'r formani qilib oladi-da, farmadan keyin ham shunaqa formada yura olaman deb o'ylaydi. Aslida noto'g'ri bu. Farmadan keyin testosteron tushib ketadi. Bunga sabab libidoni yo'qligi, libido yo'qolib ketadi va o'sha moyaklarda kislorod yetishmasligi va qon aylanishi yaxshilanmaganidan bo'ladi. Shunga sabab testosteron tushib ketadi. Bu bitta sababi qon quyuqlashadi, qon bosimi ko'tariladi, yurak bilan bog'liq muammolar kelib chiqishi mumkin. Taxikardiya kasalligi ham mana shundan kelib chiqadi. Infarkt, insult shundan kelib chiqadi. Bir marta farma qilib, bundan chiqib ketish bu juda katta xato. Buni natijasida kuch ko'rsatkichlari pastga qarab ketadi. Mushak massasi ham yo'qolib ketishi mumkin. Agar kerakli batlar va lechinalar qilinsa, o'zini testosteroni tiklanishi mumkin. Farmani hech kimga tavsiya qilmayman. Pobochkalari juda ham ko'p. Telegram kanalimda qanaqa qilib mushak massasini oshirish, vazn tashlash, dieta, to'g'ri ovqatlanish, sport bitklar to'g'risida, farmakologiya to'g'risida foydali ma'lumotlar berib boraman. Buni qo'lga kiritish uchun kommentariyada bir raqamini yozib ketasiz, linkni yuborib qo'yaman.